أنا فيض من الأخلاق وطيب يسكن الأعماق، لأني مؤمن دوما مثالي سيد الأخلاق. أنا في رحمتي. Bismillahirrahmanirrahim. Allohga hamd bo'lsin, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Bugun dushanba, aprel oyi. Alloh taolo aytadi: yoki ocharchilik kunida o'zgalarni taomlantirish. Allohning fazli bilan biz g'azo markazida muhtoj, kambag'al va musibatga uchragan oilalar uchun tushlik taomlarni tayyorlash va tarqatish ishlarini davom ettirmoqdamiz. Bu ishlar o'zbek birodarlarimizning yordamlari bilan amalga oshirilmoqda. Alloh taolodan sizlarning amallaringizni qabul qilishini va sizlarni eng yaxshi mukofotlar bilan mukofotlashini so'raymiz. يتقبل منكم وأن يجزيكم عنا خير الجزاء. يشبهها صفاتي. وبانت في سماواتي جمال ونبل غاياتي، إذا قدمت معروفا لغيري أورقت ذاتي بتاريخ الحضارات، كما كانوا أنا آتي بآثاري وما صنعت يدي وجمال خطواتي. هو الإيمان يرسم لي حياتي، به يسمو فتشرق أمنياتي. أنا كالغيث تعشقني دروبي، صفات الغيث تشبهها صفاتي. أنا فيض من الأخلاق وطيب يسكن الأعماق، لأني مؤمن دوما مثالي سيد